zo'r narsa. Demak, 1000 yillik kerak bo'lsa dog'larni oqartiramiz. O'rtoqlar, qizlarjonlar, aptechkadagi dorilarni ichaverishni to'xtatinglar. Bu zarar. Bo'ldi, bu o'tgan zamon. Dori ichishni to'xtatib, naturalniy mevalardan vitamin izlanglar. Naturalniy, tabiiy meva, sabzavotlardan vitamin olinglar. Endi aptechkadagi dorilarni nima qilamiz unda deyishinglar mumkin. Mana shu ochamiz. Nima birinchi ko'zimizga ko'ringan narsadan maska tayyorlaymiz. Maska, пожалуйста. Tayyorlasanglar, naborot yuzinglar zo'r bo'ladi. Demak, aptechkadan menga askarbinka. Yana glyukoza ekan. Glyukoza juda ham foydali terimizga. Askarbinka-ku dog'lar uchun homiladorlikdan qolgan dog' bo'ladimi? Ugridan qolgan dog'lar bo'ladimi? Xloazma, melazma, har xil turlari bo'ladimi? Barcha turlarida dog'larni oqartiradigan maska o'rgataman. Mana shu askarbinka bilan faqat bizga обязательно vitamin E kerak bo'ladi. Bitta mana shunaqa flakon vitamin E olib olasizlar va 10 ta tabletka bizga askarbinka kerak bo'ladi. Demak, hozir ko'rsataman nima tayyorlashni. 10 ta tabletkani maydalab olamiz. Maydalab oldik 10 ta tabletkani. Endi bu yog'iga yuvelirniy rabota ketadi, ya'ni juda ham ehtiyotkorlik bilan mana shu idishi ichiga maydalangan 10 ta tabletka askarbinkani solamiz o'rtoqlar. Buni to'kmasdan qanaqa bo'lar ekan? Endi qiyin bo'ladi albatta, lekin solamiz. Qani ketdik. Oqartiruvchi askarbinkali vitamin E yog'imizni har kun surishni tavsiya qilaman. Har kun kechasiga kremiylardan oldin sivorotkani o'rnida surasizlar buni qizlar. Ya'ni oqartiruvchi barcha sivorotkalarni to'xtatib turamiz. Mana shu sivorotkadan foydalanamiz oqarish uchun. Sog' bo'linglar.